bolada termoregulyatsiya markazi buziladi. Tana harorati 35 dan tushsa shifoxonaga yotqizinglar deb aytamiz. Astma bu allergiyani asorati hisoblanadi. Ota-ona homiladorlik paytida diyetaga rioya qilmaganligi asosiy sabab. Gripplari hushtaksimon bo'ladi. Ya'ni hushillab turadi. Xuddi hushtak chalganingizga o'xshab dovush eshitiladi. Bunaqa bir patsiyentim bor. Uyida 100 ta to'tisi bor. Uy hayvonlarini asosan junlardan, junidan kelib chiqadi, yunidan kelib chiqadi. Lekin uyga borib yoki ertasi kunga borib bronxopnevmoniyaga aylanishi mumkin. Otabek Adhamovich, bolalarda tana haroratining tushib ketishi bu xavflimi? Albatta xavfli. Bu kasallik meditsinada gipotermiya tashxisi bilan asoslanadi. Bu tashxis qachon chaqaloqlarda yoki bolalarda kuzatilishi mumkin. Bu asosan tana harorati tushiruvchi vositalarni palapartish yoki katta dozada bolalarga ichirishi yoki sovuq havoda chaqalog'i qolib ketishi. Eng asosiy kuzatilayotgan hozir bizada kasallarimizdan kapelnitsa fonida analgin dimidrolni olishi, 38 bo'lmagan temperaturada isitma tushiruvchi dori vositalarini qo'llash. Isitma tushiruvchi dori vositalarini qo'llashda juda qisqa vaqtda foydalanish. Bir kasalimda shunaqa narsa kuzatildi. Antigistamin preparatni yoshiga nisbatan 10 barobar katta dozada berish natijasida tana harorati tushishi bilan bizga murojaat qilishdi. Xo'sh, bu kasallik nimasi bilan xavfli deyishingiz mumkin. Bu kasallikning xavfliligining asosiy sababi bolada termoregulyatsiya markazi buziladi. Tana haroratini tushirish oson, lekin ko'tarish qiyin. Buni ko'tarish uchun 3 kun, 5 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Bunda обязательно biz kasallarga tushuntiramiz, qo'l oyog'ini issiq qilishi, qalin kiyim kiyintirishi, kalsiyga boy mahsulotlar berishimiz va albatta ota-onaga tushuntiramiz, issiq choy beringlar, issiq qalin kiyintiringlar va albatta tana harorati 35 dan tushsa shifoxonaga yotqizinglar deb aytamiz. Buni xavflilik darajasi bola juda ham miqdorda ko'p muzlaydi, ko'p terlaydi, qo'l oyoqlari muzlaydi, ko'p uxlaydi bola. Eng ko'p kasallardan bittasi murojaat qiladigani bolam uxlayapti deydi. Keyin so'raymiz, nima beruvding, nima ichiruvding doriga? Ibuklin beruvdim yoki ibufendo beruvdim. Yana issig'i chiquvdi. 2 soatdan keyin yana isitma tushiruvchi dori vosita beruvdim. Va shuni natijasida ko'rsatdiki, bolaning isitmasi 34,5. Bola ko'p uxlayapti, bola yemayapti deydi, bola ichmayapti deydi, o'rnidan tura olmayapti deydi, qo'li oyog'i muzlab ketyapti deydi. Va albatta termoregulyatsiya markaziy nerv sistemadagi tana haroratini boshqaradigan markaz o'z faoliyatini ishdan chiqaradi. Va albatta buning natijasida asoratini har doim aytib kelamiz biz. Termoregulyatsiya markazi buzilgandan keyin gipotermiya tashxisi qo'yildi. 3 kun, 5 kun albatta nevropatolog, pediatr nazoratida bemor davolanishi yoki statsionar ravishda ko'rinib turishini tavsiya qilamiz. Bolalarda nimaga hozirgi vaqtda allergik astma ko'p? Albatta to'g'ri savol beryapsiz. Hozirgi muhitda astmaga keladigan bo'lsak, astmaning kelib chiqishi har doim biz bemorlarimizga aytganmiz, 2-3 ta sabab natijasida kelib chiqadi. Astma bu allergiyani asorati hisoblanadi. Astma har doim genetik bo'lishi mumkin, ya'ni oilada qaysi ota-onada, buvida, dodada shu astma kasalligi bo'lsa, yo nevarasida, yo o'g'lida shu kasallik bilan kasallikka moyil bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda biza genetik deganim shu immunoglobulin G genlarga mutatsiya bo'lishi mumkin. Buni asosiy sababi genetik, ikkinchisi atrof muhit orttirilgan. Buning sababi chang to'zon, hozirgi vaqtda ko'p chang bo'lishi, oziq-ovqat mahsulotlariga allergiyani yuqori bo'lishi, kimyoviy mahsulotlarga yuqori bo'lishi. Ota-ona homiladorlik paytida diyetaga rioya qilmaganligi asosiy sabab. Astmani har doim aytib kelganmiz va yana qaytadan aytamiz. Astmani orttirilganligi bu ota-onani yoki onani diyeta qilmasligi. Allergiyani asorati
vaqtida lecheniya qilinmasa, albatta astmaga olib kelishi mumkin. Asosiy sabablardan bittasi organizmda immunoglobulin E yuqoriligi yoki oshib ketishi. Astmada qanaqa kasallik deyishingiz mumkin? Astma nimasi bilan og'ir deyishingiz mumkin? Astma bu bronx yo'llarini yallig'lanishi hisobiga allergin qo'shiladi va albatta immunoglobulin E yuqorilab nafas siqishi, obstruksiya bo'lishi, eshitganingizda hushtaksimon xirillash kuzatiladi. Astmani boshqa kasalliklar bilan yana bir farqlashimiz mumkin. Masalan, pnevmoniya kasalligi bilan, bronxit bilan. Bulardan eng asosiy farqlanadigan jihati xriplari hushtaksimon bo'ladi. Ya'ni xushillab turadi. Xuddi hushtak chalganingizga o'xshab tovush eshitiladi. Nafasi siqadi. Yana ikkinchi bir tarafi nafas siqishi kechasi ko'payadi. Astma bilan kasallangan bemorlarimizda, farzandlarimizda aytamiz, uyingda atir sepmagan, dezodorant sepmagan, isiriq tutatmagan, otasiga aytamiz, sigaret chekmagan. Bu eng katta xavfli omil. Shu kasallik bilan kasallansa yoki uyingda shunaqa bir patsiyentim bor. Uyida 100 ta to'tisi bor. Lekin nabirasi bronxial astma. Uje astmada biza qachon ketamiz? Bir farzandi 3 yoshdan oshdi. 3 yoshdan oshdi, nafas siqishi yilda 4-5 marta bo'lyapti. Immunoglobulin E analizini tekshiryapmiz, immunoglobulin E analizi yuqori. Biza allergik keltirib chiqaradigan astma qo'yamiz. Ya'ni birlamchi astma. Ana undan keyin astmani keltirib chiqish sababini so'raymiz. So'raganimizda dodamlar 100 ta to'ti boqardilar. Keyin ota-onasiga tushuntirdik. Shu narsani yo'qotsang, navarendan shu narsa kasallik tuzaladi. Shu kasallikka olib keluvchi sabab yo'q bo'ladi. Astmani asosiy sabablaridan bittasi, birinchisi genetik omil bo'lsa, ikkinchisi orttirilgan atrof muhitdan kelib chiqqan, ya'ni ota-onasi dieta qilmaganligi yoki tashqi ta'sirotdan yuqori sezuvchanligi, sensibilizatsiya organizmdan ortib ketganligi. Bular keyin yana bir tarafi astma bu mavsumiy kasallik. Kuz, qish yoki bahor mavsumida bu kasallik ko'payadi. Har doim aytamiz, jiyda gullaganda, daraxt gullaganda nafasim siqyapti yoki burnim allergiya ko'paygan sari astmaga kasallik ham o'zini kuchini ko'rsatadi. Ikkinchisi shamollagan payt, ya'ni pnevmoniya bo'lib qoldi yoki bolangiz bronxit bo'lib qoldi. Shunda ham immunitet tushish hisobiga allergen ko'tariladi. Ana bunda ham astma bo'lsa, shu kasallikni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni nafas siqishi yoki xirillash yoki obstruksiya bo'lishi. Va albatta bu kasallik ham o'ziga yarasha og'ir kasalliklardan bittasi. Hozir mana to't qushlar aytib o'tdingiz-ku, uyda qushlar boqishadi dedi. Endi bu masalan mushuklarga ham bormi bu narsa? Mushuk boqishadi buni. Uy hayvonlarini asosan junlardan, junidan kelib chiqadi, yunidan kelib chiqadi. Puxli mahsulotlar bor, ko'rpalar bor. Ulardan ham xuddi shu narsa allergiya yuqori bo'lishi mumkin. Boya aytganimdek, allergiyasi qancha yuqori bo'lsa bolada, shunga tashqi ta'siroti yuqori bo'lsa, albatta astma kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Otabek Adhamovich, bolalarda o'pka shamollashi, ya'ni pnevmoniyaga chalingan bolalar davolanishi qanaqa olib boriladi? Pnevmoniya bu juda katta kasallik hisoblanadi, juda og'ir kasallik hisoblanadi. Hozirgi vaqtda eng ko'p kasallanayotgan tashxislardan bittasi, bolalarda kuzatilayotgan, qo'yilayotgan tashxislardan bittasi bu bronxopnevmoniya. Bronxopnevmoniya asosan keltirib chiqish sababi asosan bakteriyalar, viruslar va albatta zamburug'lar keltirib chiqaradi. Uni tashxis qo'yish uchun yana qo'shimcha metodlar bilan pnevmoniya tashxisi qo'yiladi. Ya'ni birinchisi rentgen tekshiruvi, albatta auskultativ tekshiruv, rentgenologik tekshiruv va umumiy qon tahlili. Shularga qarab turib pnevmoniya tashxisi qo'yiladi. Siz aytgandek, pnevmoniya tashxisi albatta 2 oygacha bo'lgan bolalarda albatta shifoxonada davolanishni tavsiya etamiz. Biz 2 oygacha bo'lgan bolalarda pnevmoniya og'ir o'tadi. Bronx obstruktiv sindrom bilan, obstruktiv sindrom bilan, nafas yetishmovchiligi bilan va albatta aspiratsiya bilan bu kasallik kasallanish ehtimoli 2 oygacha bo'lgan bolalarda juda ham yuqori. Yana yuqori bo'ladigan sizga sabablardan birini aytsam, timomegaliya deymiz biz. Xom semiz deymiz bolalarda. Semiz bolalar, ya'ni o'ziga bolasini o'ziga nisbatan perivesavoy bolalar ham
pnevmoniya bilan davolanishi albatta davlat shifoxonalarida tavsiya etamiz. Bu bolalar nima uchun davlat shifoxonalari deymiz? Bu bolalarda ham pnevmoniyani ketishi qolgan bolalarga qaraganda sal og'irroq kechadi. Ya'ni obstruksiya yuqori bo'ladi bularda. Saturatsiyasi tushib ketadi, nafas yetmay qoladi yoki ovqat bergan paytingiz tiqilib qolishi mumkin, ko'karib qolishi mumkin. Shuning uchun chemomegaliya yoki xomsemiz bolalarda yoki paratrofik biza bolalar deymiz. Bu bolalarni ham davlat shifoxonasida albatta davolanishi biz ota-onalarga tushuntiramiz. O'zimiz ham davlat shifoxonasida ishlaymiz, ota-onasiga tushuntiramiz. Bu bola ham chemomegaliya bola, nafasi siqishi mumkin, yo'tali uzoqroq muddat ketishi mumkin, o'pkasiga juda ham tez o'tib ketadi bu bolalar. Chunki boya aytganimdek, immun tizimi past bo'ladi timusli bolalarda. Allergiyaga moyil bo'ladi timusli bolalar. Chemomegaliya bolalar bugun bronxit bo'lishi mumkin, poliklinikaga olib chiqsangiz. Lekin uyga borib yoki ertasi kunga borib bronxopnevmoniyaga aylanishi mumkin. Shunisi bilan ko'proq biz farq qilamiz. Albatta, har qanday pnevmoniya ham bu yengil og'ir deyilmaydi. Shifokor ko'rigiga olib kelinadi, shifokor ko'rigida davolanadi, tekshiruvlar o'tkaziladi. Tekshiruvga qarab turib davolash rejasi tanlanadi va albatta tashxis qo'yiladi. Laborator tekshiruvlar, rentgen tekshiruvlar, albatta kerak bo'lsa, MSKT tekshiruvlar bilan ham bu tashxisni chuqurroq tekshirishimiz, ya'ni davolash rejasini tuzishimiz mumkin.